Maki assalomu alaykum jamoat. Assalomu alaykum at suyuvchilar, at germanlar. Bugun Jalovat shahri 23-aprel. Barp ayilindamiz. Haliginde qo'rs, gamach, at üret berish kerak degan odam kerak bo'lsa, at üretganga. Shul bolaning nomerini qo'yib qo'yim. Olib kelaverasizlar. Qancha so'mga üret berasiz boshqa? Atqa qarab, mingenine qarab, qancha kun minse o'sha qarab üret berem dedi. Buni atni qancha bo'ldi deding minganiga? Bir sut oldi, ertadan beri minib jurasan. Ertamen qanday bo'lsa? Ertamen boshini olmaydilar. Boshini olmaydilar. Quyishgan salganda qanday do'nqi degan. Shuni basa ola basmaylar. Basmaydilar bu. Basish yo'lini bilmaydilar. Ertamen minib kichkina meni tundiq. Hozir minib mana quyruğun qimchib, quyishgan salganda raza do'nqi. Uchra qo'yanda otdi o'zi. Maki, atqa tarbiya bersang illa at bo'ladi. Atni mingenda dushmanday minish kerak. Maki, ertamen mingizbe, gamashda basmay yurgan at, maki tushdan keyin buni bosar cho'rnidan qoladi. Do'stlar, yosh bolalar meni tarbiyalab qo'ygan ekanlar, o'z bilganini qilishgan. Hozir ham bayelni aytganini qilib qoldi. Abay. Çalaversin banda. Yamaş, sümaş, üretem, canı, kunan, punan, canı öğrençlikler basap geliyorsun ha? Gelişin bu ada, geliş olasın. Numerin ait. 554 554 60 76. 60 76 76 nereye koyma çalıversin.